Rahmat. Bunga savol bor, marhamat. So'ranglar. Til bo'yicha. Nurmat aka qatnashyaptilar, vazirlik ta'minlash taniysizlar, ha? Bilasizlarmi? Vazirimiz maslahatchi. Shu masala bo'yicha mas'ul inson bo'ladi. Mas'ul inson mana shu kishi bugun nasib qildi qatnashib o'tiribdilar. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Marhamat, nazarga sizdan. Rahmat, Xayrat amin hammaga. Assalomu alaykum deyman. Uzr sal kechikib keldim. Hozir juda ham bir yaxshi ma'ruza bo'ldi, yaxshi tushunchalar berdilar. Domlamiz, ustozimiz Rahimboy aka. Men bitta narsa aytmoqchi edim. Til masalasi bekorga bu davlat siyosat darajasiga ko'tarilmagan. Mustaqillikka intilish, harakat, kurash bu davlat tilini o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish yo'ldagi kurashlar bilan boshlangan aslida. Mana uni esda mana ko'pchilik yosh kattalar yaxshi bilishadi. Til uchun haqiqiy kurash bo'lgan. Bu men Sovet davridagi sobiq ittifoq davridagi davlat bo'lsin, lekin haqiqiy fidoyilar mana mustaqillik maydoniga chiqib, mana YouTube'da ko'rsalaringiz nimalar yuradi, bir video lavhalar yuradi. Men tilimni himoya qilish uchun keldim degan mana. Viloyatdan kelib Namanganda bir oqsoqol yosh katta odam men tilimni himoya qilish uchun keldim. Mana qarang, ana shu milliy g'urur. Ana shu milliy g'urur. Bo'lmasam necha yil SSR tarkibida bo'lib O'zbekistonda ruslashib ketgan bo'lgan aholi. Odamlarning dunyoqarashi, fikrlashi ruslashib ketgan. Lekin ana til uchun kurash mana shu qanchalik millatni ichidagi bor narsa bu. Tilsiz hozir men Rahimboy aka juda ham yaxshi aytdilar. Biz til bilan fikrlaymiz, til bilan o'ylaymiz. Boshqa nima bilan o'zimizni namoyon ifoda eta olmaymiz. Davlat maqomi berilishini mohiyati nima? Biz mana prezidentimizdan juda ko'p mana shu bir tadbirlarga ko'p berganmiz. Mana Umarjon bilan biz nima qilganmiz? Prezident tadbirlarida qatnashganmiz, yoritganmiz O'zbekiston Milliy axborot agentligida. Uzr, Madnazar, davom ettiravering. Prezidentimizning eng ko'p ta'kidlagan gaplari milliy o'zlikni anglash. Milliy o'zlikni anglash. Juda ham ko'p e'tibor qilinadi, ko'p aytadilar. Men mana shu hozir sal kechikishim sababi ham davlat tiliga e'tibor bo'yicha mana shu prezidentimiz mana 2019-yilda qarorlari qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni qabul qilinganining 30 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori. Xo'p, 20-yil 10-aprelda O'zbekiston Respublikasining o'zbek tili bayrami kunini nishonlash to'g'risidagi qonuni qabul qilingan. Men Islom aka yaxshi bilsa kerak bu qonunga oldin o'zbek tiliga davlat tili maqom berilgan kun deyilardi. Hozirgi kunda 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni deb bu qonun bilan rasman tasdiqlangan. 20-yil 20-oktyabrda prezidentimizning mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. 21-yil 10-fevralda Vazirlar Mahkamasining lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Xo'p, yana xuddi shu yil 2020-yil 10-fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasining faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. 23-yilda davlatimiz rahbarining Vazirlar Mahkamasi tarkibida davlat tilini rivojlantirish departamentini qayta tashkil etish to'g'risidagi qarorlari qabul qilingan. Mana ko'ryapsizlar, ketma-ket mana har yili davlat tilini nufuzini mustahkamlash bo'yicha o'zbek tilini qarorlar, farmonlar qabul qilingan, qonun nima qilindi. Bu til siyosati biz uchun qanchalik muhim davlat ahamiyatiga molik masala ekanligini ko'rsatadi. Mana hozir ham aytildi, vazirliklarda bekorga mana sizlar tashkilotlaringizda ham davlat tili bo'yicha bosh mutaxassis lavozimi joriy qilingan. Vazirliklarda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash masalalari bo'yicha tashkilot rahbarining maslahatchisi lavozimlari joriy qilingan. Bu bejizga emas. Hamma hokimliklarda ham bor, nimalarda ham bor. Sababi bizni tilimizni ish yuritish hujjatlarini bir xilda qo'llash.
biz ruscha xat yozishga haqqimiz yo'q, ochiqini aytish kerak. Faqat fuqaro murojaat qilsa, u o'zbek tilini bilmaydi. Murojaat davlat tilida emas, boshqa tilda murojaat qilsa, shu tilda unga nimaga qonunga fuqarolar jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonun bo'yicha o'zini tilda javob berishga imkoniyat bor. Tarjimasi ham yonda bo'ladi. Lekin qolgan ish yuritish hujjatlari to'liq davlat tilida bo'lishi kerak. Ana shuni mana shu hozir aytib o'tilgan ikkita sohaga, ya'ni ma'naviy ma'rifiy ishlarga va davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha mutaxassislar, xodimlar shuni himoyasini qilish kerak. Bu tilni himoyasi yo'lidagi eng katta nimalardan bittasi, yuklatilgan vazifa. Tashkilotlarga, davlat tashkilotlariga yuklatilgan vazifa. Mana hozir qo'limda Vazirlar Mahkamasining bayoni bor. Bosh vazir rahbarligiga o'tkazilgan majlis bayoni 27-sentyabrda imzolangan. Mana shu bu yilgi 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kunini mamlakatimizda keng nishonlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan bu bayonnoma. Mana shu bayonda mana 3-bandida yozib qo'yibdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari O'zbek tili bayrami kunini hududlarda keng nishonlash va bayram tadbirlarini madaniyat va san'at saroylari, teatrlar binolarida tantanali o'tkazish, shuningdek istirohat bog'lari, xiyobonlar, amfiteatrlarda va boshqa ochiq maydonlarda umumxalq sayli ko'rinishida tashkil etish choralarini ko'rsin. Bu juda ham katta gap. Umumxalq sayli ko'rinishida. Mana shu hozir aytib o'tilgan farmon, qaror, qonunlar bejizga emas, mana shu buyurgan tadbirlar mana oldingi yillar biz bilamiz, har yili qandaydir yangi tashabbus qilinadi, yangi bir loyihalar nimalar qilinadi, tanlovlar o'tkaziladi. Lekin bu yilgi tadbir mana shu O'zbek tili bayram kunini umumxalq sayli ko'rinishida bu milliy bayramlarimiz bor. Navro'z bor, mustaqillik mana asosiy bayramimiz. Xuddi shunga o'xshab til bayramiga bag'ishlangan tadbirlarni ham umumxalq sayli ko'rinishida tashkil qilish. Bu nima degani bu? Aholini xalqlik mana shu xalq vakillarini kunligiga mana shu tilga bo'lgan hurmatni joylash, singdirish, uni targ'ib qilish. Agar biz e'tibor qilsak, mana hozir juda ham yaxshi aytildi, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rasiz, hozirgi yoshlar, yosh avlod, endi bir 30 yoshgacha, sal undan 3-4 yosh katta avlod juda ham lotincha bilan kirilchani aralashtirib yozadi. Aralashtirib ikki xil bo'lib qolgan. Ikki xil. Lekin ko'pchiligi lotincha yozadi. Lekin sal kattaroqlari lotincha bilan kirilchani aralashtirib yoradi. Nima deydi bu? Yozma nutq madaniyati umuman buzilib ketdi, ochiqni aytish kerak, buzilib ketdi. Ana shunday nimalarni, kamchiliklarni yo'qotish uchun ham, nima qilish uchun ham til targ'ibotiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilish kerak. Mana men bu Davlat ekologik ekspertiza markazini bitta nimasini hurmat qilaman. Mana rahbari G'ayrat Amishdan tortilib, mana o'rinbosarlari bor, mana Timur aka, Vislav aka nimaga borib, vazirlikka borib hujjatlarni, markaziy hujjatlarni olib borib himoya qilishda men juda ham hurmat qilgan tomonim birgalikda nima qiladi. Bitta mutaxassisdan jo'natib borib, olib borib aylantirib kelib vazirlikdan o'tkiz degan nima yo'q bularda. Kirib mana rahbar bilan rahbarning o'rinbosarlari, shu mutaxassislar, shu tegishli ishlagan, shu hujjatni ishlagan xodim kirib himoya qilib, men masalan til nuqtai nazaridan nima qilaman, mazmuniga qarayman, tuzatib beraman. Bir Yulduz degan sizlarda kadrda ishlaydigan bir qizcha bor. Juda vazirlikda o'tiradi. Juda tirishqoq qiz shu. Juda men qoyil qolaman. Meni o'zi xatim xunuk. Bir narsalar yozib tashlaymiz, lekin tushunib, ana shuni joy-joyga qo'yib kelib nima qiladi va mana bu tashkilotda tilga bo'lgan hurmat. Tilga bo'lgan hurmat. Ayrim nimalarda bor, mana o'zimizda sir emas, ochiqni aytish kerak. Vazirlik tizimidagi ba'zi tashkilotlar bor. Unga o'zgartirdingizmi, o'zgartirmadingizmi, nimani yozdingiz, qizig'i yo'q. Shu o'tsa bo'ldi. Imzolab bersa bo'ldi, rahbariyat imzolab shu hujjat chiqib ketsa bo'ldi. Ahamiyati yo'q. Lekin ayrim nimalar borki, mana shu sizlarga o'xshagan mana markaziy xodimlarga o'xshagan. Nimaga bu sabab? Mana shu rahbariyat shu talabni to'g'ri qo'ygan. Xodimlardan shu talab qilgan hujjatni mana necha marta mana strukturaga o'zgartirish kirish to'g'risida nimalarni ko'rdik. Juda jiddiy nima qilib, nima bilan qarab, tirishqoqlik bilan, nima bilan qarab, jonkuyarlik bilan qarab, shunchaki emas, hech narsa tashkilotda ana shunday bo'lish kerak. Tilga hurmat. Hozir mana bitta yaxshi narsani eslatdilar ustozimiz Rahimboy aka. Birlashgan Millatlar Tashkilotida prezidentimiz birinchi marta o'zbek tilida nutq so'zlaganlarda bu juda katta voqea bo'lganini sizlarga
Men Milliy axborot agentligida ishlaganman. O'sha paytda mana Facebooklarda afg'onlar, boshqa davlatlarda yashayotgan o'zbeklar, o'zbek millatiga mansub odamlar juda ham olqishlagan o'zbek tilini. Biz o'sha paytda endi Afg'onistondagi nima bor edi, Abdurashid Do'stum degan bir harbiyni shu odamni intervyusini oldik. U odam fikr berdi. Yozib berdi. Tashqi ishlar vazirligi orqali nima qildik? Biz nima bor? Prezidentni Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bor. Shularga chiqib ular orqali nima qildik? Oldik. Katta voqea bo'lgan demoqchiman. Boshqa davlatlardagi o'zbek tilli xalqlarda ham bu bayrami bo'lgan, katta voqeasi bo'lgan. Men kechagi 80-yubiley sessiyalarida ham prezidentimizning nutqlari bu juda ham katta o'zbek tilini Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi minbarda so'zlanish butun dunyo ko'rdi, dunyo eshitdi uni. Mana shu tilga hurmatni mana shu prezidentimiz o'zlari boshlab beryaptilar, o'rnak bo'lib ko'rsatyaptilar. Mana shu narsani biz qadrlashimiz kerak. Til bo'yicha juda ham ko'p nima qilinadi, aytiladi. Men asosiy nimani aytmoqchi bo'lganim, tashkilotda shu tilni himoya qilish sizlarni va mana faqat bitta mutaxassis emas, har bir xodimda nimasi? Vazifasi. Til shunday nimaki, hozir aytilgandek, Islom aka ham yaxshi aytdilar, til aralashib turish kerak. Til boyib muntazam harakatda jonli nima bo'lish kerak. Bu harakatdagi bir vujud organizmga o'xshash nima. Biz afsuski o'zbek tilidagi 200 ta 300 ta so'zni qo'llaymiz xolos. Undan ko'p emas. Qachonki kitoblarni o'qisak, badiiy shu o'zimizni fikrlash nimamizni, qobiliyatimizni, tafakkurimizni kengaytirib borsakkina nimalarni qo'llaymiz. Men kutaman ochig'i, qani bir hujjatlarda, bir vazirligimiz nimalarida shunday so'zlarni qo'llaydigan xodimlar bormikan deb kutaman, lekin bor. Yaxshi mana nimada bir vazirlikda Shamsiddin degan yigit bor, boshqarma boshlig'i axborot tahlilida. Unda nima qilaman, keyin institutda nimalar bor. Men bu olimlarimiz yaxshi nimalarni yozayotgan so'zini nimasi foydalanadi. Bu bekorga emas, hozir aytilganidek davlat tilining targ'iboti bu muntazam yil davomida qilinish kerak bo'lgan jarayon ish. Mana shu narsaga biz amal qilishimiz kerak. Mana bugun rahmat, xursand bo'ldim. G'ayrat Amin, sizga katta rahmat. Men tashkilotda o'zingiz bosh bo'lib, mana shu til bayramiga bag'ishlangan bir mana shu tadbir tashkil qilib, mana hurmatli domlamizni taklif qilib, mana shu yaxshi mana qancha yaxshi fikrlar aytildi, xodimlarga yetkazildi. Mana shu narsani o'zimizga amal qilsak, mana shu shunaqa tadbirlarni o'tkazib tursak, bu hammamizga foydali. Tashkilotimizning obro'yiga ham yaxshi. Mana biz rahbariyatimiz, vazirimiz, hurmatli vazirimiz nima qiladilar? 2 yil oldin 23-yil qadring baland bo'lsin ona tilim degan tanlovda vazirligimiz 3-o'ringa. Bitta narsani aytib qo'yay. Endi Vazirlar Mahkamasidagi til departamenti ham ular ham anoyi emasda. Ular birinchi qo'yidan borib deydi, sizlar tuman nimalaringizni, inspeksiyalaringizni o'rgandik deydi. Keyin viloyat boshqarmalaringizni o'rgandik. Viloyat tashkilotlaringizni o'rganib, oxirida sizlarga keldik deydi. Va shunday kirib aytdi. O'zi sizlar baholaringiz ma'lum dedi. Faqat ikkita kamchiliklaringiz bor ekan, vazirlikda nomi yozilmagan tashqarida dedi. Vazirlik nomi yo'q dedi. Emblemamiz turibdi, yo'q, emblemamiz soha odamlari bilishi mumkin dedi. Lekin vazirlik nomi yozilgani yo'q dedi. Bir dedi. Keyin bitta eshikda kirillcha yozilgan nima bor ekan, shuni to'g'rilab qo'yiladi dedi. Biz 3-o'ringa nima qildik. Men juda qattiq harakat qildim, hech bo'lmasa bir 2-o'ringa edim. Lekin ana shuni ham vazirimiz olib kirib ko'rsatdim. Ana 3-o'rinni oldi vazirligimiz. Vazirlik men emas, vazirlik. Ekologiya vazirligi davlat tilida ish yuritishga namuna ko'rsatgan va nima sifati vazirlik sifati e'tirof etildi. 3-o'rinda nima qilingan. Vazirimiz chin dildan xursand bo'ldi. Mana shu narsani biz mustahkamlashimiz kerak. Mana sizlarning nimalaringizda birgalikda va boshqa vazirlik tizimidagi tashkilotlar hamkorlikda ishlansa, mana shunga o'xshash yutuqlarimiz ko'p bo'ladi. Hammalaringizga kelayotgan mana shu davlat tiliga, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun, o'zbek tili bayrami kuni muborak bo'lsin. Biz eshigimiz mana maslahat sifatida men hamisha ochiq, hamisha to'g'ri qabul qilaman. Qancha nima bo'lsa ham, lekin bir hujjatni to'g'ri chiqishi sizlar bilan birga meni ham yutug'im, meni ham faxrim, menga ham masalan bitta hujjat to'g'ri kirsa, bizdan boshqa tashkilotlarga borayotgan xatan to'g'ri chiqsa yoki mana markazdan boshqa tashkilotlarga yuborilayotgan, berilayotgan xulosalar ham davlat tiliga mos
bir ravon xatosiz borsa bu hammamiz yutug'imiz, hammamizni obimiz, yuzimiz, pulimiz. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat. Yaradanimiz bitta nimani aytaman. Rahmat. Keyin mana birinchi tashabbuskor sifatida men bir narsani aytishimga Ichki ishlar vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi o'tkazdi. Eng muhimi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Albatta tashkilotchi sifatida Matnazarning harakatlari bo'ldi va biz buni yana yo'lga qo'yapmiz doimiy tarzda. Bu markazni ochishimga sabab bo'lgan odam Aziz Abduqahhorovich Abduhakimov bo'ladi. Chunki u paytda bosh vazirni ta'lim bo'yicha kurator edi. Bir tadbir o'tkazilgan paytda men chiqib turib ta'limning sifati nima? Chunki davlatimiz rahbari ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekistonning yakkayu yagona taraqqiyot yo'lidir degan ta'lim sifati nima deyilgan paytda ko'pchilik o'z sohasi bo'yicha keng qamrovli bilimga ega bo'lish, bir nechta xorijiy tilni bilish, axborot kompyuter texnologiyalarini obdan o'rganish va xorijiy jurnallarda Scopus va boshqalarda maqolalar chop ettirish deb aytadi. Lekin buning ikkinchi tomoni bor. Olingan bilim o'zlashtirilgan malaka hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga singdirish mexanizmi. Mana shu muhim deb aytdim. Katta rahmat sizlarga mana vaqt ajratib kelganlaringiz uchun. Rahimboy aka, Matnazar aka, bugun hammaga yetarli darajada ma'lumotlarni berdingiz. Bugun o'zgina shu bayram munosabati bilan nimalarimiz bor edi. Latin yozuvini, imlosini yozib biladigan nimalarda konkurs o'tkazuvdik. Ruxsat bersangizlar, shuni topshirsak. Mana diktant yozgan bular. Diktant g'oliblarni taqdirlasak. Yaxshi. Aziz Aliyev degan yigitimiz mana birinchi o'rinni olgan. Diktant Xo'p. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 36 yilligi hamda 21-oktyabr O'zbekiston o'zbek tili bayramini munosib nishonlash maqsadida xodimlar o'rtasida o'tkazilgan ommaviy diktantda faxrli birinchi o'rinni egallagani uchun Alimov Aziz Hasanovich birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Rahmat. O'zingiz. Marhamat. Yana Durbek Farmonov ikkinchi o'rin. Abdurbek. Lekin bular Kirillda o'qigan maktabda. Buni ham hisobga olish kerak. Kirillda o'qigan. Mana tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga. Xuddi shuningdek 3-o'rin Shahzod Akramovga. Tabriklaymiz. Omon bo'ling, tabriklaymiz. Rahmat. Shu bilan bugungi tadbirimizni yakunlaymiz. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Bitta narsa. Mana bu yozuvga e'tibor qiling. Davlatimiz rahbarining yozuvi, fikri. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun biz tabiatga mehr va e'tibor berishimiz, u bilan uyg'un bo'lib yashashimiz kerak dedi. Til tana, jamiyat jondir. Tana boshqa bo'lsa ham jonimiz, maqsadimiz mushtarak, bir-biriga bog'liq. Shunday ekan, ana shu tabiat degan so'zni o'rniga til so'zini qo'yiladigan bo'lsa ham, demak bizni birlashtiradigan tushuncha shu. Maqsad bir bo'lmasa jam bo'lmagaymiz. Jam bo'lsak boshimiz ham bo'lmagaymiz. Vatan bir g'oya, bir do'stmiz birodar. Dunyoda hech kimdan kam bo'lmagaymiz. Sog' bo'ling. Sizlarimiz bilan Rahimboy akaga ham bir sovg'amiz bor. Rahmat, rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. 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 Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat.